Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun italyan tilida avere fe'li mavjud. Shu to'g'risida biroz to'xtalib o'tamiz. Demak, avere demak fe'li biror bir shaxs biror bir narsaga egalik qilganda ishlatiladi. Masalan, menda mashina bor, menda ruchka bor, menda qalam bor degan so'zlarni tuzishda avere fe'li orqali tuzishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam, keling avere fe'lini kishilik olmoshlari bilan tuslanishini birgalikda ko'rib, ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Io manda bor, tu hai, senda bor, lui hai, unda bor, o'g'il bolalarga nisbatan, lei hai, unda bor, qiz bolalarga nisbatan, lei hai, demak hurmat ma'nosida, sizda bor. Noi abbiamo, bizda bor. Voi avete, demak sizda bor, ya'ni noi abbiamo bizda bor bo'lsa, voi avete sizda bor. Loro hanno, ularda bor. Demak, avere fe'lini misollarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ho la borso a mano, demak menda ruchkalik sumka bor degan. Keyingi gapimizda hai il passaporto, demak pasportingiz bormi, pasporting bormi degan ma'noda kelyapti. Abbiamo due biglietti, bizda ikkita bilet bor. Hanno i bagagli, ularda demak bagaj bor.